فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم بارك عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Rabbimiz Allah Azza va Jallani zikr qilib uzoqqa hamd sanolar aytamiz. Bashariyatning mutlaq sayyidi Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga esa eng afzal durud va salotlarimiz bo'lsin. Yondoshimiz bor bo'lgan Ulug'bek akamiz ikkinchi o'g'illarini munosib joyda mahalladan uylantirib, xudoandalik rishtalari bog'lanib, xursandchiliklarga siz va qizlarni ham sherik qilishlik ma'nosida qolaversa, ko'pchilik bo'lib birgalikda yoshlarning haqqiga duo qilsak, ko'pchilikning duosi ijobat bo'lishi
dasturxon yozib, elimiz xalqimizga e'lon qilib, g'animat nikohni deyaptilar. Alloh qabul aylasin. Bunga sababchi bo'lgan ukalarimiz, kelinlarimizni Alloh baxtli qilsin ilohim. Yaxshi niyatda kelayotgan yosh singlimizni bu xonadonga borayotgan qadamlarni xayrli qilsin. O'zlari bilan ilohiy rahmat, qut fayzga burkangan holatda qulun qilishlikni Alloh nasib etsin. Qarindoshchilik rishtalari bog'lanyapti. Menimcha hammamizda ham ana shu qudandachilikni Alloh hammalarimizga alal xusus mana bu aqdi nikohlari bo'layotgan qudalar o'rtasida qiyomatlik bo'lishligini Alloh taolo nasib etsin. Bu da'vatga ijobat qilib, biroz ishlarni ortga surib, oqibat ko'rsatib, xursandchiliklarga sherik bo'laylik deya yaxshi niyatda kelgan otalarimiz, aka-uka, do'st, yor, birodarlarimizdan, ilm ahllaridan Alloh hammamizdan o'zi rozi bo'lsin. Har birimizni bosgan qadamlarimizga savob hamda hasonatlar etsin. Hurmatli jamoat, xalqimizda mana bunaqa gap yuradi, yer yumaloq deyishadi. Ko'rsatmalar bor ekan. Ulamolarimiz aytadilarki, amil kulla inson ka'annaka tata'amalu ma'a nafsik. Odob yaxshi narsa ekanda, birodarlar. Odob juda go'zal ekan. Biz o'ylaganimizdan ham ko'ra yaxshi ekan. Musulmon odam odobli bo'lar ekanda. Odobli bo'lganligi uchun u iloji bo'lsa tevarak atrofdagi insonlar bilan muomala qilar ekan. Xuddi u o'zgalar bilan emas, men o'zim bilan o'zim muomala qilayotgandek odobli insonlar shunday yondashar ekan. Hech bir inson, masalan, shu yerda o'tirgan insonlardan qaysi birimiz xohlaymizmi? Yo'q joydan kimdir bizga bosim qilib, zulm qilishligini hech birimiz xohlamaymiz, birodarlar. Yemagan somsaga kim pul to'lagisi keladi, birodarlar? Bas shundoq ekan, kimdir sizga nohaqdan jabr, sitam, zulm qilishlikni istamaganingiz kabi, siz ham o'zgalarga iloji boricha so'g'in o'tkazmang, zulm qilmang. Vala tuzilla, hech birimiz, birodarlar, xorlanishlikni yomon ko'ramizda. Hozir turib sizni kimdir xorlasa-da ko'pchilik ichida, yo meni xorlasa yoqmaydi-da bu. Xuddi shuningdek mo'min musulmonlar, odobli mo'min insonlar o'zini xor bo'lishlikni istamagani kabi o'zgalarga ham muomala qilishlikda, yondashishlikda xor bo'lishlikka olib boradigan ishlarni qilmas ekanda. Keyingisi, menimcha shu yerda o'tirgan do'st yor birodarlarimiz hech birimiz xohlamaymizda. Aldab ketdi, chuv tushib o'tiribman degan so'z hech bir aqli rosa inson xohlamaydi. Xuddi shuningdek, kimdir bizni aldab chuv tushib ketishlikni yomon ko'rganimiz kabi, o'zgalarni ham aldab, unga ziyon yetishlikka sabab bo'ladigan kizdan ehtiyot bo'lishligimiz kerak ekan. Odobli mo'min, Robbisini taniydigan inson, haqiqatni ko'ra bilgan inson shundoq yondashar ekanda. Vala tatanaqqas min, iloji bo'lsa musulmon inson, aqli rosa inson hech kimni nuqsonini zikr qilmaydi deyiladi. Birodarlar, Alloh hammamizni yaratganda 8,5 milliard inson qoyil qolish kerakda. Hammamiz har xilmiz, birodarlar. Siz o'zingiz bir olamsiz. Men o'zim ming bir olamman-da. Birimiz-birimizga o'xshamaymiz, birodarlar. Hatto oddiygina Allohning qudratini qarang.
barmoq izlari hech bir insonni отпечатки пальцев deylar ekan, hech bir insonni barmoq izlari ikkinchi bir insonni barmoq izlariga to'g'ri kelmas ekan. Ozmi ko'pmi, ozgina bo'lsa-da bir-biridan tafovut, farq bo'lar ekanda. Hech bir mo'min inson sizni bir joyda o'tiruvdik, rasa ustingizdan mazlama to'kib, g'iybatingizni qildi degan so'zni eshitsak, xafa bo'lamiz-da. Yoqmaydi-da bizga. Xuddi shuningdek, mo'min odam o'zini kimdir g'iybat qilishlikni istamagani kabi, o'zgalarni ham g'iybat qilishlikni istamas ekanda. Xalqimizda Alloh rozi bo'lsin, ajoyib bir gap bor. Pichoq, hozir pichoq ham birodarlar, mashinada olib yurish ham bir muammo bo'lib qoldi birodar. To'g'rimi? Bu ham bir hozir pichoqvozlik ko'payib ketyapti yoshlar o'rtasida. Ukalar nima bo'lyapti sizlarga o'zi? Endi endi mazza qilib hayot deb atalmish hayot chorrahasidan o'tib qadam qo'yib, kecha yaqinda mana Begotda pichoqlashib o'ldi birodar. Maktab o'quvchilari, men o'ylayman-da o'zimcha, ularda nima tashvish bor ekan? Nima bu o'rtada muomala kelisha olmayapti ekan? Arzimas bitta narsa sabab bo'lyapti. Birodarlar, shuning uchun Xudo bergan o'g'illarimiz bor, yoshlarga sal bir eslatib turmasak, ertaga bu bizga hammamizga qiyinga tushadigan bir holat. Shuning uchun mo'min odam, biz alhamdulillah mo'min insonmiz. Odamlarni ham o'zimizday ko'rishimiz kerak ekanda. Shuning uchun mo'min odam hatto chumoliga ham iloji bo'lsa aziyat yetkazmasam deydi-da. Odamniki qo'yavering. Bunday ta'limotni bizga olamlar Robbisi Alloh o'zi o'rgatadi. Masalan, hammalaringiz bilasizlar, yer yuzida eng haddan oshib tug'yonga ketgan tarixdagi shaxslardan biri Fir'avn bo'ladi. U nima dedi deng? Ana robbukumul a'la dedi. Men eng oliy Robb, sizlarning xudolaring men bo'laman dedi. Minglab odamlarni o'ziga sajda qilib, ilohman dedi, xudoman dedi, ma'budman dedi. Sig'inishlikka, itoat qilishlikka majbur qildi. Shunday haddan oshgan insonga Alloh o'sha paytda Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalomni jo'natib, Allohning yondashuvini qarang dedi. Nima dedi deng? Alloh Qur'onda bu haqiqatni bayon qilib, "Izhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha." Bir tasavvur qiling. Alloh eng yomon ko'radigan ish shirk bo'ladi. O'ziga o'xshagan iloh tutishlik bu shirk bo'ladi. Kechirilmaydigan gunoh. O'zini men xudoman, Allohman deyotgan insonga Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalomni jo'natar ekan, siz ikkingiz Fir'avnning oldiga boring. Chunki u o'z haddini bilmasdan tug'yonga ketdi. Ammo unga yaxshi gapiringlar, muloyim gapiringlar. Shoyatki ana shu yaxshi, muloyim gap sabab u o'ziga eslatma olsa, ehtimolki olamlar Robbisi Allohdan qo'rqsa deb buyurdi birodarlar. Ana shu oyatni o'qigan bir solih inson aytayaptilarki, ey Alloh, men mana bu oyatni o'qib xudoman deyotgan insonga Alloh shunchalik borib unga yaxshi gapiringlar, yaxshilik bilan tushuntiringlar deb rahm qilganligini ko'rib, namozda, sajdada, birodarlar, biz sajdada nima deymiz? U ana robbukumul a'la degan bo'lsa, biz subhana robbiyal a'la deymiz.
eng oliy bo'lgan Alloh seni aybu xato, kamchilik va nuqsonlardan poklayman deb senga tasbih aytamiz deymiz. Robbisiga sajdada shu so'zni aytayotgan insonga bilasizmi qancha go'zal muomala qilishligini deydilar. Haqiqatdan o'zining dushmani xudolik davosini qilgan insongaki Alloh mana shunday yondashgandan keyin sajdasida Robbisini ulug'layotgan insonga rahim shafqat qilishligi aniqroq deyiladi. Shuning uchun Alloh hammamizdan rozi bo'lsin birodarlar. Omonat qisqa dunyoda yashayapmiz. Yaxshilikka hech narsa to'g'ri kelmas ekan. Ko'ryapsizlar birodarlar, zo'rdan zo'r ko'p ekan. Bir paytlar Temir Tayson nima bo'ldi birodarlar? Men u birodarimiz musulmon bir bola demoqchi emasman. Voqelik shunaqa ko'rsatdi. Makr hiyla qilguvchi inson undan ham ko'ra makkorroq inson bor ekanda. Alhamdulillah shu bilan birgalikda ichimizda, xalqimizda, yer yuzida yaxshi odamlar ham bor birodar. Yer o'z o'q atrofida aylangani kabi biz bilmayman qancha yashaymiz. Ana shu hayotimiz kun, hafta, oy, yillar davomida ko'p insonlarga yo'liqamiz. Yaxshi inson yaxshiga ro'bara keladi. Yomon inson yomonga ro'bara keladi. Chunki biz o'zimizki o'zgalarni ham xuddi bu ham men kabi unga yomonlik qilishligim, go'yo o'zimga yomonlik qilishligim degani, qaytar dunyo degani deb haqiqatni idrok etib yashayotgan insonlar alhamdulillah ichimizda ancha ko'p. Xudoga ming qatla shukr. Sizni va meni ham ana shunday yondashadigan, yaxshilikni o'zining shiori deb biladigan, hatto kezi kelsa yomonlik qilgan insonga ham yaxshilik qiladigan millatmiz birodarlar. O'zi mana unaqa gap bor ekan. Bekordan aytilmagan ekan deb o'ylab qolaman-da. O'zi aytib orar ekanmiz, lekin tegida juda og'ir gap bor. Nima deydi? Kimni o'ldirganga, otangni o'ldirganga qaranglar. Otangni o'ldirganga onangni ber. Bu gap qayerdan kelgan deb o'ylab qolsam, Qur'onda Alloh la yastabil hasanatu va la sayyi'a idfa' billati hiya ahsan. Yaxshilik bilan yomonlik hech qachon teng, barobar emas. Yaxshi odam bilan yomon odam ham hech qachon barobar teng bo'lmas. Bas shundoq ekan, siz yomonlikni yomonlik bilan emas, yaxshilik bilan daf qiling deydi. Aqlli odam, mo'min inson, Xudoni taniydigan inson ana shunaqa bo'lar ekan birodarlar. Odobli, xulqi go'zal. Odam alayhissalomning dastlab ikkita o'g'li bor edi deyiladi. Biri Qobil, ikkinchisi Habil deyiladi. Qobil deymiz. Shulardan biri nargisini hasad sabab o'zining jigarini o'ldirishlik uchun qo'lini cho'zmoqchi bo'lgan paytda narigi akasi yo inisi sen garchi meni o'ldirishlik uchun qo'lingni cho'zsang ham hargiz men senga qo'limni cho'zmasman. Sababni qarang. Nima uchun unday dedi desa, chunki men olamlar Robbisi Allohdan qo'rqaman. Birodarlar, onalarimizdan, otalarimizdan, bobo-qalanlarimizdan bizga meros bo'lib kelgan so'zlarning ichida eng yaxshisi Xudodan qo'rqmagandan qo'rqin bolam. Xudodan qo'rqmagan odam chatoq bo'ladi. Hech
hech narsadan tap tortmaydi. Xudoni tanigan, Robbisini tanigan odam hatto o'zini o'ldirishlik uchun qo'l cho'zayotgan og'asiga sen bu ishni qilsang ham men senga qo'limni cho'zmasman. Bunga sabab Xudodan, Allohdan qo'rqqanligim uchun deydi. Birodarlar, alhamdulillah siz va men Allohdan qo'rqadigan, Allohdan hayo qiladigan zotlarmiz, ummatmiz. Xudoga ming qatla shukr. Men o'ylaymanki, bizi xalqimizda, bizi ichimizda Xudodan qo'rqmaydigan, Allohdan hayo qilmagan inson yo'q. Inshaalloh chiqmagan, qiyomat kunigacha ham chiqmasa kerak degan yaxshi gumonimiz bor. Alloh siz va meni shunday qilib qo'yganligi uchun so'zimizni oxirida yana bir bor alhamdulillah deymiz birodarlar. Sohib ehson birodarlarimizni valimati nikohlarini Alloh qabul aylasin. Hojakalarimiz, hojotalarimiz, shayx hojatamiz, muhtarama volidalari, yana savob umidida bo'lgan zotlarni Alloh g'arib rahmat qilsin. Xo'p va zat inson edilar. O'zlarini ortlaridan ham soliha zurriyotlarni qoldirib ketdilar. Inshaalloh bu albatta ularga uzluksiz savob, yaxshilik yetayotganligining nishoni bo'ladi. Daraxtning qadri mevasiga qarab bo'lganidek, mening va sizning qadrimiz farzandlarimizga qarab bo'ladi birodarlar. Shuning uchun Xudodan so'raylik, harakat qilaylik. Bolalarimiz yaxshi bo'lsin birodarlar. Bolalarimiz solih bo'lsin. Bolalarimiz, zurriyotlarimiz Xudoni taniydigan, Allohdan hayo qiladigan, Allohdan qo'rqadigan zotlar bo'lsin. Ana shunday zotlar ota-onalar uchun ham katta ne'matdir. Keksalik yoshiga yetib, ularning qo'liga qarab qolgan chog'larida beminnat xizmat qilib, yig'ilib yugurib duolarni oladigan farzand bo'ladilar. Mabodo vafot etsalar ham, xursandchilik kunlarida ham u zotlarga bir nimadir yaxshilik qilishligimiz kerak. Biz eshitganmiz domlalardan, qiladigan yaxshiliklarimizning eng afzali ota-onamizning haqqiga duo, istig'for, Allohning kalomini o'zimiz bilsak, o'zimiz bilmasak biladiganlarga o'qib, xatm Qur'onlar qilishlik ekanligini bilib, ana shu ishni deyarli ummat ichiga hammamiz qilamiz. Shu ma'noda sohib ehson birodarlarimiz ham xatm Qur'on yurgan edilar. Inshaalloh hozir qorakalarimiz tilovat qilib beradilar, bag'ishlagan bo'lamiz. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Biz ham olamlar Robbisi Allohdan rozi bo'laylik. Shu bilan birgalikda birodarlar bir-birimizdan ham rozi bo'lib qo'yaveraylik. Alloh uchun rozi bo'lsak juda yaxshi bo'ladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Parvardigor ulug'bek akamizni farzandlarini uylantirib kalimat nikohni etyaptilar. Allohim qabul aylagin. Yana bir bor bunga bosh sababchi bo'lgan ukalarimiz, kelinlarimiz Allohim baxtli qilgin, saodatmand qilgin, har ikkita tomonni ko'zlariga quvonch qilgin. Qaniydi mana shu xursandchilik kunlarda qiblagohlari, hojonalarimiz bosh bo'lib duogo'y qilsalar, lekin bandamiz, ojizmiz. Allohning hukmi g'olib kelib ba'zan to'ylarimiz, xursandchiliklarimizda otalarimiz bo'lmay qoladilar. Onaizorlarimiz vafot etgan bo'ladilar. Baribir biz farzandimizda yaxshilik ko'rganimizda, shuning uchun yaxshilik qilishlik ma'nosida xatmi Qur'on buyuramiz. Allohim o'qilingan xatmi Qur'ondan hosil bo'lgan savoblarni qo'l ochib turgan barchalarimizdan o'tgan yaqinlarimiz, alal xusus valima sohiblari, Ulug'bek akamizdan, ahliyalaridan o'tgan savob umididagi barcha yaqinlari, alal xusus qiblagohlari Shayx hojatamiz ruhoniyatlarga, muhtarama volidalarni ruhoniyatlarga baxshid ayladik. Allohim o'zlari xursand bo'lib turganidek, u zotlarni ham qabrlarida masrur, xursand bo'lib, ortlarida qolayotgan zurriyotlardan go'yo bolalarim sizlardan mingdan ming roziman deyilishlikka sabab bo'ladigan amal bo'lishligini Allohim o'zing nasib etgin. Bu da'vatga ijobat qilib uzoq yaqindan qulum qilgan barcha otalarimiz, aka-uka, do'st, yor birodarlarimizdan ham Allohim o'zing rozi bo'lgin. Allohim mo'min musulmonlarni dunyo qarashlarini, bir-birimizga yondashuvimizni o'zing rozi bo'ladigan yaxshilik asosida hayot kechirish mohligimizda Allohim nasib etgin. O'g'illarimiz, yoshlarimizni ham Allohim insoflik, tavfiqlik qilgin. Bir musulmon insonni o'limiga sabab bo'lishlik, bilmayman, uning javobi menimcha yer yuzidagi jamiki insonni o'ldirishlik bilan barobar. O'g'illarimiz, sal yoshlar, o'g'illarimizga sapan nasihat qilib turaylik. Bolam, sen yaxshi insonlarning zurriyotisan, yaxshilik qilavergin. Iloji bo'lsa yomonlikka ham yaxshilik qilgin. Yaxshilikni bilmaydigan odam yo'q ichimizda. Hammamiz bilamiz, birodarlar. Menimcha bilganimizdan so'ng albatta yaxshilikka yaxshilik bilan javob qaytaramizda. Ana shu holatni Alloh barchalarimizga muvaffaq qilsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Ilohiy pak Parvardigor, bu to'yda himmat bilan xizmat qilayotgan aka-ukalarimizda, opa-singillarimizda bu to'yga oqibat ko'rsatib tashrif buyurganlarga ham har bir qadamlariga ajr va hasanatlar bergaysan. Allohumma solli va sallim barik alayhi bi rahmatika ya Alo. Doğru saçını koyuyorsunuz. Evet, yapsın. Çok anlayın. Aa. Baş bağlı.